Assalomu alaykum. Onlayn mirjahon.uz saytini ko'rib chiqyapmiz. Loginsiz kirish va ro'yxatdan o'tishlarda o'tgangi bundan oldingi roliklarda ko'rsatib o'tdim. Endi hozir login parol bilan kirishdi ko'rsatyapman. O'zingizning login parolingizda ro'yxatdan o'tganingizda qaysi loginni yozgan bo'lsangiz, o'sha login parol bilan kirishni bosasiz. Kirishni bosganingizda asosiy menyularimiz shartnomalar, to'lov, buyurtma va biz haqimizda degan joy va Telegram kanaliga qo'shilib olishingiz mumkin va ekskursiyalar, sayohat va mehmonxonalar keyin ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda ekskursiyalar ko'rib chiqadigan bo'lsak, Xitoy, Turkiya, Malayziya, Tailand, O'zbekiston va bu yerda Famtripsda infoturlar bo'ladi, agar infotur o'sha paytda bo'lsa. Hozirgi holatda Turkiyani bossam, Turkiyada hop, Toshkent, Trabzon, Toshkent to'g'ridan to'g'ri uchish Centrum Air orqali uchish qo'yilgan va Toshkentdan Batumiga uchib, Batumida 2 kecha bo'lib va Trabzonga o'tib, Trabzondan to'g'ri Toshkentga qaytib kelish yo'nalishi qo'yilgan ikkita. Misol uchun Batumiga kirish va Trabzondan chiqishni qo'yadigan bo'lsam, albatta sayohat davrini tanlashim kerak. Sayohat davriga e'tibor berasiz, buni bosmasangiz chiqmaydi. Buni bosishingiz kerak sayohat davrini. Bosganingizda ko'rsatyapmiz 24-may. Bugungi kun hozirgi paytda 16-mart. Video olib turgan kunimiz, rolik qilib turgan kunimiz 24-maydagi reys to'la bo'lgan. O'shaning uchun X ko'rsatyapti, ya'ni bu yerda joy yo'q degani. Bron qilarmiz buni. 31-may. 31-mayda 10 tadan ko'p joy bor. Bu 40 ta bo'lishi mumkin, 30 ta bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda 10 tadan ko'p ko'rsatyapti. Tanlashingiz bilan sanani uchish vaqtlari chiqadi. Qaysi aviakompaniya uchyapti, reysi, qaysi reysda, Toshkentdan nechida uchadi, Batumiga nechida qo'nadi. Va obratkasi Trabzondan uchyapti, Toshkentga kelyapti. Ya'ni Batumidan Trabzondan Batumiga yana qaytib borilmaydi. Bir tarafdan kirib, keyingi tarafdan chiqib ketiladi. Mehmonxonalardagi nomni qo'ysangiz bo'ladi. Batumida hozircha Batumi View mehmonxonani qo'yganmiz, agar o'zgarsa chetga qo'shiladi. Bu yerda o'zgaradigan joyi Batumi mehmonxonasi bir xil, faqat Trabzonda Anemon mehmonxona 400 va Marriott Trabzon farqi shular, shunda farqi. Bular asosan ekskursion tur bo'lganligi uchun asosan ekskursiyalarda kim qaysi mehmonda yashash bilan ekskursiyalar hammada bir xil, bitta avtobusda bo'ladi. Login parol bilan kirganimizda agar biz narx sanani tanlasak 31, 7 o'sha mehmonxonani tanlab qo'yib narx o'zgaradi. Qaysi kunga nech pulligini bilsangiz bo'ladi. Va bu yerda B2B degan narsa bor. Agar login parol bilan kirsangiz, shu B2B ni bossangiz nettos ko'rinadi. Yana qaytarib yashirib qo'yamiz. Brutto netto, ya'ni bu yerda ikkita kottaga $50 dan $100 farq bo'lyapti orasida. Shu yerda ham ko'rsatib turibdi. Xo'p, ikkita katta bitta chaqaloq bo'lsa nech pul bo'ladi? Xo'p, bolalar bo'lsa nech pul bo'ladi? Bularni ham ko'rsatib o'taman hozircha. Asosan nettos qancha, bruttos qancha degan savollarga shetdan ko'rib olsangiz bo'ladi yoki mana bu yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, agar men Trabzonni bosib olgan bo'lsak, mana 31-maydan to'g'ridan to'g'ri reys qo'yilgan, bunda sal ko'proq mehmonxona. Bu yerda faqat bitta mehmonxonada bo'lasiz. Boshqa mehmonxona o'zgartirmaysiz. Bir hafta faqat Trabzonda o'zida bo'linadi. Bu yerda e'tibor bersangiz, Toshkentdan kirib Trabzonga uchilyapti, Trabzondan yana Toshkentga uchilyapti. Kattalar narxi kishi boshiga $729. Bu brutto. Ya'ni bossangiz bu yerda nettos ko'rinadi. Chaqaloq qo'shsangiz nech pul bo'ladi? 2 yoshgacha kirgani. Xo'p, 2 yoshdan 6 yoshgacha bolaga nech pul bo'ladi va qarasangiz bolani bonusini ko'rsatib qo'yapti. Mana chaqaloqda bonus yo'q. Bunda bolani bonusini ko'rsatyapti. 6 yoshdan 12 yoshgacha nech pul bo'ladi? Jami bular hozir 2+2 bo'ldi. Bitta xonada narx ko'rsatyapti. Bitta xonadagi narx. Qaysi mehmonxona? Mana bu yerdan ko'rsangiz ham bo'ladi va bu yerdan ko'rsangiz ham bo'ladi. Yoki o'zgartirsangiz o'zgaradi mehmonxonalar. Va обязательно albatta pastiga qarang, bu yerda programma bor. Shu programmani bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Skachat qilib olsangiz bo'ladi.
va tagida nimalar yozilgan, shu to'lovga nimalar kiryapti. Trabzondagi ekskursiyamiz 4 ta ekskursiya qo'shilgan. Paketga ertalabki nonushta, uchishlar, 7 gacha yashash va tibbiy sug'urta. Komissiya qo'shilgan. Qo'shimcha ortiqcha to'lovlar yo'q hech qanday. Programmani ko'rsangiz ham bo'ladi. Ortiqcha to'lov deganda endi hamma o'zi cho'ntagidan xohlagan joyida bemalol ovqatlanishga xarajat qilsa bo'ladi va sug'urtalarimiz majburiy emas, yana aytyapman. Ekskursiyalarimiz majburiy emas. Ya'ni ekskursiyaga chiqmasa ham bo'ladi, hech kim majburlab olib ketmaydi ekskursiyaga. Hozircha shu, qolganlar bron qilishni keyingi rolikda aytamiz.